Abdulla Qahhor. Mahalla. Hikoya. Inson bilan tirikdir inson, muhabbatdan hayotning boshi. Odamzodga baxsh etadi jon, odamlarning mehr quyoshi. Erkin Vohidov. Rohat buvi kattakon qora pechkaning eshigini ochib oyog'ini tovlayotgan edi. Deraza ostida ko'zoynak taqib nevarasining yirtilgan kitobini yelimlayotgan choli urishib berdi. Seni pechkaga o'rgatib bo'lmadi. Nima, polni o'yib sandal qilib beraymi? Pechka deganing eshigini ochdingmi, ko'mir osmonni isitadi deyaver. Rohat buvi pechkaning eshigini yopdi. Borib divanga cho'zildi. Uy sovuq bo'lmasa ham bir necha kundan beri uning eti uchar, oyog'i sovqatar, og'rir edi. Kampir shu yotganicha ertasiga ham turgisi kelmadi. Indiniga ham turolmadi. 3-kuni uning yuragi birpas qattiq urib turdi-yu, birdan bo'shashib o'ldi qoldi. Hikmat buva nima bo'lganini bilolmay, ko'zi bilan ko'rib turganini aqliga sig'dirolmay, garang bir ahvolda turib qoldi. O'g'li, kelini, 3 nevarasi kirib yig'i boshlangandagina o'ziga kelib, titroqli nafas bilan chivirladi. Ey Xudo, nima qilib qo'yding? Bisotingda menga atagan yana qanaqa kulfatlaring bor? To'k boshimga hammasini birdan to'kay qol. 53 yildan beri bir dasturxondan tuz tatigan, bir ko'rpani bosgan, birga kulgan, birga yig'lagan, 53 yildan beri mushukchaday bir-biriga suykanib, bir-birini yalab, og'ritmay tishlab, yiqitib berib, piypalashib o'ynagan, 53 yildan beri mehr atalmish ulkan tuyg'u rishtasini pilla qurtiday bir maromda asta-sekin chuvib, bir-birining qalbini o'rab-cho'lg'ab kelgan. Hamma rasm-rusum joyiga yetkazilgandan keyin odamlar tobutni ko'targanda shu rishta birdan tortildi-yu, go'yo Hikmat buvaning yurak bag'rini sug'urib oldi. Chol o'kirib yubordi. Kampirni bir basta yerga topshirib qaytishdi. Ko'ngil so'ragani yana butun mahalla kirdi. Hikmat buva kasal musichaday bir chekkada qunishib o'tirar, aftidan endi uning uchun olamda hech kim, hech narsa qolmagan edi. Shundoq Hikmat buva hafta o'tar-o'tmas bir hovuch suyak bo'lib qoldi. Chol cho'zilib yotganida uning o'likmi, tirikmi ekanini bilish qiyin, lekin kampiri oyog'ini pechkaning o'tiga tovlayotganda urishib bergani esiga tushib, arslonday o'kirar, o'zini u yoqdan bu yoqqa urar edi. Uyda uni yolg'iz qo'ymaslikka harakat qilishar edi. Kichkina nevarasi hamma o'yinchoqlarini uning uyiga kirgizib qo'ydi. Bog'chadan kelganidan keyin shu yerga kirib o'ynaydigan bo'ldi. Katta nevarasi har kuni uni necha marta xilma-xil qilib suratga ola berdi. O'g'li uni avtomobilga solib bir necha marta shaharlarni aylantirdi. Chol xursand bo'lish o'rniga onang borida shu ishni qilmading deb do'ng'illadi. Kelini unga magnitofon keltirib berdi. Chol magnitofon bilan birpas ovindi-yu, keyin ko'ziga yosh olib, qizim, shu narsani ilgariroq topib kelganingda kampirni gapirtirib yozib olar ekanman, dedi. Bir kuni qattiq yomg'ir yog'ib, qishdan qolgan qorni eritib yubordi. Ayvonda ustunga suyanib, yomg'ir suvining vaqirlashini tomosha qilib turgan cholning ko'zi tandirdan narida yotgan bir poy eski kalishga tushib qoldi. Kampir bir oyog'i og'rib shishganda shu kalishning jag'ini kesib kiygan edi. Chol borib kalishni oldi, avaylab artdi, uyiga olib kirdi. Chol uchun kampir go'yo qaytadan o'ldi. U kechgacha yig'ladi. Kechqurun o'g'li bilan kelini ishdan kelganda kampir bechorani shifokorga durustroq ko'rsatmadinglar, deb hashxasha qildi. Hikmat buva kechalari uxlamas, dori ichib uxlasa ham yarim kechasi uyg'onib, tong otgungacha o'tirib chiqar. Uydagi hamma narsa unga kampirini, yolg'iz qolganini eslatar. Har bir tovush o'lim bo'lib uning miya qobig'ini chertar edi. Chol tugab borayotganini ko'rib, o'g'li bilan kelini tashvishga tushib qolishdi. Bir kuni ertalab chol yo'qolib qoldi. Qidirilmagan joy qolmadi. Yor, do'st, tanish-bilish, qarindosh-urug', hatto tez yordam kasalxonasidan ham xabar olindi. Militsiyaga murojaat qilindi. Hamma yoq qidirilibdi-yu, qabristondan xabar olinmabdi. Chol qabristonda ekan. Hikmat buva qabristonga tez-tez borib, kampirining boshida 1 soat, yarim soat o'tirib kelar, lekin bunaqa qolib ketadigan odati yo'q edi. Chol bu safar borganida kampirning qabrini ziyorat qilish, u yoqda qolib, uning yonidan o'ziga go'r qazitdi. Mudir va go'rkovlar harchand unashmasa ham qo'ymadi, janjallashdi. Chol kun oqqanda adoyi tamom bo'lib qaytdi.
Kimdir uni avtobusdan tushirib, yo'lakka chiqarib qo'ydi. Cholning zo'rg'a qadam bosib kelayotganini ko'rgan muyulishdagi cho'tkachi yugurib borib, uni olib keldi va qo'liga bir piyola choy berdi. "Xafa bo'lmay yuribsizmi, otaxon? Kampir onam alomat ayol edilar. Siz o'sha kuni o'zingiz bilan o'zingiz ovora bo'lib ta'ziyaga kelgan odamlarni payqamadingiz. Ana odam-u, mahallaga sig'may ketdi. Mahallamizning ko'chasi 1 metr cho'kdi. Kampir onam dunyoga kelib odam ekkan ekanlar. Dunyoga kelgan odam avval boshi odam ekishi kerak ekan. Men ibrat oldim." Issiq choymi yo cho'tkachining gaplarimi cholga ancha mador bo'ldi. "Ha", dedi chol bir oz g'urur bilan, "haligacha odam keladi. Ishxonasi ham shuncha yildan beri esidan chiqarmagan ekan." Cholning paydo bo'lganidan xabar topgan uy ichi qo'ni-qo'shni chuvillashib kelib uni o'rtaga olishdi. Birov dashnom bergan, birov bo'g'ilgan, birov suyungan. Bular cholni o'rtaga olib chuvillashib ketayotganda yo'l bo'yida turgan shu mahallalik shifokor voqeani eshitib cholga o'pkalagan bo'ldi. Keyin unga razm soldi-yu kampirdan gap ochdi. "Onaxonimiz ta'rifga sig'maydigan ayol edilar. Shuncha odam bekorga kelgani yo'q. Lekin otaxon, mahallamizga biror 8 chelakli bitta samovar kerak ekan. O'sha kuni juda bilindi. Mahalladan pul yig'sak, xonadonga necha puldan tushadi?" Cholning hamiyati qo'zg'ab ketdi. "O'g'lim bilan kelinimning bitta samovarga kuchi yetib qolar", dedi. Shifokor undan shu gapni kutgan ekanmi, jilmayib qo'ydi. Chol go'rini qazitib qo'yib, endi bu yerga samovar olgani emas, yotib o'lgani kelgan bo'lsa ham, o'g'li bilan kelini nomidan mahallaga kattalik qilib qo'yganidan keyin bu to'g'rida o'ylashga majbur bo'ldi. O'g'lidan pul oldi, samovar qidirishga kirishdi. Biroq o'shanda samovarni topishdan ko'ra kondan mis qazib samovar yasash osonroq ekan. Cholning bormagan magazini, yalinmagan magazin mudiri qolmadi. O'g'li bilan kelini uning yelib yugurishiga, unda shuncha kuch qayoqdan paydo bo'lganiga hayron edi. Nihoyat mahalladagi mansabdor yordami bilan samovar topildi. Mahalla faollari akt bilan qabul qilib oldi. Umumiy majlisda rais Hikmat buvaga rahmatlar aytdi. Hamma chapak chaldi. Shu majlisda yana bir masala ko'tarildi. Mahallada har kuni bo'lmasa ham haftada 2-3 marta to'y-ma'raka, tug'ilgan kun va boshqa marosimlar bo'lib turadi. Kim marosim o'tkazadigan bo'lsa, uyma-uy yurib, idish-tovoq, dasturxon va boshqa narsalarni tilaydi. Faollar mahalladan pul yig'ib, biror 150 kishilik mahalla ro'zg'ori tashkil qilsa bo'lmaydimi? Bu taklifni hamma olqishladi. Buning mutasaddisi kim bo'ladi degan savolga hamma qiy-chuv ko'tarib, yana Hikmat buvani ko'rsatdi. Hikmat buva unamasdan qarshi so'z aytgani o'rnidan turgan edi. Shuncha odam chapak chalib, ko'ziga qarab turganini ko'rib indolmadi. Mahalla necha xonadon, bularning hammasi cholni ovora qilmay pulni keltirib bera qolsa ekan. Bu xonadonlardan ko'piga kirish kerak. Koshki bir kirganda pulni bera qolsa ekan. Biri ertaga keling deydi, biri falonchi muncha berganda men nega shuncha berar ekanman deb xarxasha qiladi. Biri majlisda angrayib o'tirib gapga yaxshi tushunmagan, unga tushuntirish kerak bo'ladi. Chol har kuni ertalabdan xonadondan xonadonga, bor pulga bir nima olib qolish uchun magazindan magazinga, arz-dod qilgani idoradan idoraga yugurar. Shu orada fursat topib ba'zan kampirining mozoriga ham borib kelar edi. Chol nihoyat mahalla ro'zg'orini to'la-to'kis qilib, maktab omboriga qamab oldi. Biroq ro'zg'orni but qilishdan ham ko'ra uni asrash qiyinroq bo'ldi. Ba'zi odamlar narsani olib vaqtida qaytarishmaydi. Ba'zilar, masalan, jo'mragi uchgan choynak, paprosdan kuygan dasturxon, lattasiga allanima balo to'kilgan kursi, sanchig'i qayrilgan vilka va hokazo qaytarishadi. Yana o'zi shunaqa edi deb janjal qilishadi. Yo'q, xayriyat, sal kunda odamlar insofga kelishdi. Cholning ishi yengil bo'lib qoldi. Bahor keldi. Shaharda daraxt o'tqazish mavsumi boshlanib ketdi. Shu munosabat bilan gazeta maqola berib, o'tgan yil bahorda qaysi mahallalar rejani to'ldirmay qolganini, qaysi mahallalar bu ishda namuna ko'rsatganini aytib, ilg'or mahallalar ro'yxatiga yangi mahallani ham qo'shibdi. Buni cholga nevarasi ko'rsatib kuldi. Chunki o'tqazilgan daraxtlarning ko'pgina qismi tugamagan edi. Chol chiqib mahallani aylandi, daraxtlarni ko'zdan kechirdi. O'tgan yili bahorda jami 1765 tup ko'chat o'tqazilgan bo'lib, bundan faqat 806 tasi tutgan daraxtlardan 22 tupi singan, 8 tupi sassiq, mo'rt va umri qisqa daraxtlar ekan. Chol bu ma'lumotni olib to'g'ri tahririyatga bordi.
Avval tortinibroq gapirdi. Gapi o'tganini payqagach, shovqin soldi. Gazeta ertagi sonida yangi mahalla haqida noto'g'ri ma'lumot bergan muxbirga jazo berganini aytdi va muxbirni aldagan mahalla faollarining kotibiga dashnom berdi va shu bilan birga gazetaning xatosini ko'rsatgan Hikmat buva Normatovga tashakkur bildirdi. Hikmat buva shu kuni burchakdagi cho'tkachiga mahsini yog'latib, mahallamiz sharmanda bo'lgani haqida uning intihosiz javrashiga quloq solib o'tirgan edi. Shu asnoda o'sha yolg'onchi kotib o'tib qoldi va cholni ko'rib o'shqirdi. Hu, o'sha, o'zimiz to'g'rilar edik-ku, senga nima, bir oyog'ing go'rda-yu. Chol sekin burilib qaradi. Mening bir oyog'im go'rda, sening ikkala oyog'ing to'rdami? Unaqa demagin, bolam, kim oldin o'lishini bilib bo'lmaydi. Chol yana bir nima demoqchi edi, o'ziga go'r qazitib qo'yganini eslab dami ichiga tushib ketdi. Kotib jahl qilib qo'l siltab jo'nadi. Chol qo'llarini orqasiga qilib, boshini quyi solib, uyi tomon bitta-bitta qadam tashlab borar ekan, o'ylar edi. Bu bola go'r qazittirib qo'yganimni eshitganmikin? Yo'q, eshitgan emas, lekin eshitishi mumkin. Chol jadal uyga keldi va o'tirib xat yozdi. Qabriston mudiri va go'rkovlarga yozib ma'lum qilamanki, qari baqaterak ostidagi mening nomimga qazilgan go'rni qabriston idorasiga topshiraman. Azbaroyi foydalanish uchun. Hikmat buva xatni nevarasidan berib yubordi.